obunachilar, sizlar bilan oliy toifali shifokor, tibbiyot fanlari nomzodi, revmatolog Yusupova Gulnoz. Revmatolog o'zi qanday mutaxassis, qanday kasalliklar bilan shug'ullanadi degan savollarni yoritib o'tmoqchiman. Revmatolog revmatizmni davolaydigan fikr bor ko'pchilik insonlarda. Biz revmatologlar nafaqat revmatizm, balkim bo'g'im zararlanishidan kechadigan qator kasalliklar bilan shug'ullanamiz. Shu jumladan artrozlar, artritlar, osteoporoz, podagra, biriktiruvchi to'qimali tizimli kasalliklari, tizimli qizilbo'richa, tizimli sklerodermiya, dermatomiozit kabi kasalliklar bilan shug'ullanamiz. Agar sizlarda bo'g'imdagi o'zgarishlar, ya'ni harakatdagi cheklanish, harakat paytida qisirlashlar, ertalab turgandagi qotib qolishlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bo'g'imlar yuzasidagi toshmalar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Malakali mutaxassislar sizlarga yordam beradi. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'ling va kuzatib boring. Savollaringizni kommentariyaga yozib qoling.